Assalomu alaykum hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari. Qadrli brifing qatnashchilari, har bir ota-ona uchun farzandning sog'lom, baquvvat va barkamol bo'lib voyaga yetishi eng ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa yozgi ta'til davrida bolalarning dam olishlari to'g'ri tashkil etish, ularning sog'lig'ini mustahkamlash, bo'sh vaqtini mazmunli va foydali o'tkazishni ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan Navoiy meteorologik kombinati jamg'armasi tasarrufidagi bolalar sog'lomlashtirish oromgohlari bolalar uchun nafaqat dam olish maskani, balki sog'lom turmush tarzi, do'stlik, ijod va sport muhitini shakllantiruvchi muhim tarbiya o'chog'i bo'lib xizmat qilmoqda. Har yili Navoiy meteorologik kombinati aksiyadorlik jamiyati, Navoiy meteorologik kombinati xodimlari kasaba uyushmasi kengashi hamda Navoiy meteorologik kombinati jamg'armasi davlat muassasasi tomonidan yozgi dam olish mavsumida ishchi xizmatchilarning farzandlari salomatligini mustahkamlash, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, jismoniy va ma'naviy rivojlantirishni ta'minlash maqsadida bolalar sog'lomlashtirish oromgohlarining faoliyatini samarali yo'lga qo'yib kelmoqda. Joriy yilda ham oromgohlarni mavsumga puxta tayyorlash, xavfsizlik, sanitariya, gigiyena talablariga rioya etish hamda sifatli dam olish sharoitlarini yaratish ustuvor vazifalardan biri sifatida qaralib, bugungi kunga kelib bolalar oromgohlari mavsumga shay holatga keltirildi. Bugungi brifing aynan ushbu oromgohlarning 2026-yilgi mavsumga tayyorgarlik jarayonlari, yaratilayotgan shart-sharoitlar hamda bolalar uchun xavfsiz va mazmunli dam olishni tashkil etish borasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida ma'lumot berishga bag'ishlanadi. Joriy yilda yozgi dam olish va sog'lomlashtirish mavsumida jami 12.360 nafar bolajonlarni qamrab olish rejalashtirilgan. Bunda 6 ta statsionar oromgohda 4 mavsumda 3 ta kunduzgi hamda 2 ta dam olish oromgohlarida 3-4 mavsumda faoliyat olib boriladi. Xususan, Navoiy viloyati Navbahor tumanidagi Sarmish oromgohida 660 nafar, Tomdi tumanidagi Zarafshon oromgohida 580 nafar, Samarqand viloyati Paxtachi tumanidagi Bolajon oromgohida 430 nafar, Kattaqo'rg'on tumanidagi So'g'diyon oromgohida 460 nafar, Urgut tumanidagi Kelajak oromgohida 350 nafar, Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi Pahlavon oromgohida 300 nafar. Shuningdek, kunduzgi oromgohlarda 360 nafar bolani dam oldirish ko'zda tutilgan. Sog'lomlashtirish mavsumini joriy yilning 6-iyundan boshlab rejalashtirilgan. Tayyorlov jarayonida asosiy e'tibor bolalar va xodimlarning xavfsizligini ta'minlash, ularning salomatligini muhofaza qilish hamda sanitariya gigiyena talablariga qat'iy rioya etishga qaratilgan. Hozirgi kunda barcha oromgohlarda obodonlashtirish, ko'katlashtirish va joriy ta'minlash ishlari yakunlandi. Shu bilan birga bir qator muhim tashkiliy choralar ko'rilgan. Birinchidan, bolalarga malakali tibbiy xizmat ko'rsatish maqsadida tibbiyot xodimlari biriktirib, ularga tez tibbiy yordam xizmatlari hamda tunu kun navbatchilik yo'lga qo'yilgan. Ikkinchidan, barcha oromgohlar zarur dori-darmon, jumladan ilon va qoraqurt zahriga qarshi zardob bilan ta'minlangan. Oziq-ovqat mahsulotlari va ichimlik suvi sifati doimiy nazoratda bo'ladi. Uchinchidan, ota-onalar bilan uchrashuvlar uchun maxsus maydonchalar tashkil etilgan. To'rtinchidan, jamoat tartibini saqlash, transport va aloqa xizmatlarini yaxshilash, favqulodda vaziyatlarni oldini olish maqsadida tegishli mutaxassislar va milliy gvardiya xodimlari jalb etish ko'zda tutildi. Beshinchidan, ichimlik suvi va suzish havzalari sanitariya talablariga to'liq mos holda tayyorlangan, yuvinish xonalari ta'minlangan. 6-dan, hududlarda ilon va zararli hasharotlarga qarshi profilaktika ishlari olib borilmoqda. Bundan tashqari, oromgoh hududlarini begona o'tlardan tozalash, qurilish chiqindilarini olib chiqish, daraxtga shakl berish va oqlash, gullar ekish ishlari amalga oshirildi. Oshxona binolari va ovqatlanish zallari ta'mirlanib, oziq-ovqat omborxonalari tartibga keltirildi. yotoqxonalar, zarur jihozlar va choyshablar bilan to'liq ta'minlandi. Sport maydonchalari va suzish havzalari
ham bolalar dam olishi uchun shay holatga keltirildi. Xavfsizlik choralari doirasida elektr va yong'in xavfsizligi bo'yicha barcha ishlar bajarilib, o't o'chirish vositalari tayyor holatga keltirildi. Kuzatuv kameralari o'rnatildi. Tungi yoritish tizimlari tekshirildi. Oromgohlarda ta'lim, tarbiyaviy ishlarga ham alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, 100 dan ortiq malakali pedagog, tarbiyachi, to'garak rahbarlari, sport murabbiy va suzish bo'yicha yo'riqchi jalb etildi. Bugungi kunda mazkur oromgohlarda bolalar uchun yanada qulay va zamonaviy sharoitlar yaratish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan joriy yilda Sarmish, Pahlavon, Bolajon sog'lomlashtirish oromgohlarining suzish havzalari maxsus zamonaviy qoplama bilan yangilandi. Bu esa bolalar xavfsizligi va gigiyenik talablarini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Zarafshon bolalar oromgohida esa infratuzilmani yaxshilash bo'yicha bir qator muhim ishlar amalga oshirildi. Xususan 6 burchakli shakldagi 4 ta uy mukammal ta'mirdan chiqarildi. Oromgoh oshxonasi to'liq yangilanib, zamonaviy jihozlar bilan ta'minlandi. Shuningdek, stol va stullar ham yangilanib, bolalar uchun yanada qulay sharoitlar yaratildi. Bundan tashqari, Zarafshon va Sarmish oromgohlari oshxonalarining tom qismi zamonaviy sendvich panellari bilan almashtirildi. Bu esa binolarning issiqlik va gigiyenik talablariga javob berishini ta'minlaydi. Navoiykom metallurgiya kombinati xodimlari kasaba uyushmasi kengashi ko'magidagi deyarli barcha bolalar sog'lomlashtirish oromgohlariga yozgi mavsum uchun zarur bo'lgan turli jihozlar yetkazib berildi. Ushbu qo'llab-quvvatlash natijasida oromgohlarning moddiy texnik bazasi yanada mustahkamlandi. Amalga oshirilayotgan bunday keng qamrovli ishlar bolalar uchun xavfsiz, qulay va maroqli dam olish muhitini yaratishga xizmat qilmoqda. Eng muhimi, bu maskanlar kelajak avlodni sog'lom va barkamol etib tarbiyalashda muhim o'rin tutib, o'zining ezgu an'analarini davom ettirmoqda. Shuningdek, oromgohlardagi ma'naviyat, ma'rifat xonalari, zarur adabiyotlar, jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti asarlari, bolalar badiiy kitoblari, jurnallar, ko'rgazmali materiallar bilan ta'minlanmoqda. Bu esa yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi. Yozgi mavsum davomida madaniy ma'rifiy kechalar, konsert dasturlari, sport musobaqalari tashkil etiladi. Shaxmat, aql gimnastikasi, mohir qo'llar, til o'rganamiz, kutubxonalar, kompyuter sovxonligi kabi to'garaklar faoliyati yo'lga qo'yildi. Yozgi mavsum davomida madaniy ma'rifiy kechalar, konsert dasturlari, sport musobaqalari tashkil etiladi. Shaxmat, aql gimnastikasi, mohir qo'llar, til o'rganamiz, kutubxonalar, kompyuter savodxonligi kabi to'garaklar faoliyati yo'lga qo'yiladi. Joriy yilning Navoiykom metallurgiya kombinati jamg'armasi tasarrufidagi bolalar sog'lomlashtirish oromgohlari hayotida yana bir muhim voqea bilan ahamiyatlidir. Xususan, Sarmish va Bolajon bolalar sog'lomlashtirish oromgohlari o'z faoliyatining 65 yilligini nishonlamoqda. Ushbu maskanlar o'tgan yillar davomida minglab bolajonlar uchun nafaqat dam olish, balki sog'lomlashtirish, do'stlar orttirish, unutilmas xotiralar yaratish maskaniga aylangan. Ko'plab avlod vakillari aynan shu oromgohlarda bolalikning eng yorqin lahzalarini boshdan kechirganliklari bilan alohida qadrlanadi. Umuman olganda, ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida 2026-yilgi yozgi dam olish sog'lomlashtirish mavsumini yuqori saviyada xavfsiz va samarali tashkil etish ta'minlanadi. Navoiykom metallurgiya kombinati jamg'armasi tasarrufidagi bolalar sog'lomlashtirish oromgohlarida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli bunyodkorlik va yangilanish ishlari nafaqat mavjud sharoitlarni yaxshilash, balki bolalarning xavfsiz, mazmunli va unutilmas dam olishini ta'minlashga xizmat qiladi. Yillar davomida o'z an'analari va obro'sini shakllantirgan ushbu maskanlar bugun ham zamon talablari asosida rivojlanib, kelajak avlodning sog'lom va barkamol bo'lib voyaga yetishda muhim omil bo'lib qoladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.